Instagramda rekka chiqish uchun hech qanday sirli funksiya yo'q. Agar kimdir mana bu tugmani bosib qo'ysangiz rekka chiqasiz deyotgan bo'lsa, ular sizni aldashyapti. Hozir sizga sirlarni to'laqonli ochib beraman. Tasavvur qiling, o'z mehnatingiz bilan video syomka qildingiz va uni Instagramga yukladingiz. Birinchi video bo'lganligi uchun video rekka chiqmasligi mumkin. Sababi sizda tajribasizlik va yetarlicha bilim yo'qligi. Va bu holatdan so'ng siz motivatsiyangiz tushib ketadi. Lekin motivatsiya emas, intizom qutqarib qoladi sizni. Ya'ni har kuni bittadan video qilib borasiz. Bitta video qildingiz, rekka chiqmadi. 10 ta video qildingiz, rekka chiqmadi. 15 ta, 20 ta video qildingiz, rekka chiqmadi. Lekin 21-chisi rekka chiqadi. Chunki sizda har kuni bir pog'ona, ya'ni 1% dan o'sish bo'lib boradi. Tasavvur qiling, bir oyda 30 kun bo'ladigan bo'lsa, har kun 1% dan o'sib boryapsiz. Ana endi o'zingiz hisoblab ko'ring, ha. Siz 30-kundasiz va birinchi kunga bitta nazar tashlab ko'ring. Siz 30% ga yuqoridasiz va o'zgarishlar anchagina bo'lgan. Har bitta videongiz 1000 tadan prosmotr bo'lganda ham siz 30 kunda 100 mingdan oshiq prosmotr yig'a olasiz. Faqatgina videolarni o'z qo'lingiz bilan o'zingiz tabiiy holatda suratga olib, montaj qilib yuklashingiz kerak va har kuni oldingi videongiz nima kamchiliklari bo'lganini nazorat qilgan holatda keyingi videolaringizda o'sha kamchiliklarni qilmasligingiz kerak bo'ladi. Xuddi shu kabi sizga hech kim aytmaydigan ma'lumotlarni Instagram hamda Telegram sahifalarimga qo'yib boraman. Shundan ekan menga obuna bo'ling, Telegram esa bu yoq qismda.